Sardor Gangster sindi deganligi bo'ladi mani bu murojaatim. Agar bu bolani donat bilan sindirish iloji bo'lganda, Denis 3.8 degan donatori bo'lardi. O'sha sindirgan bo'lardi buni. Sampolani King 90 degan donatori bo'lardi. O'shalar sindirgan bo'lardi buni. Bu narsani iloji yo'q, Jonslan. Buni Xudo bergan, Xudo sindiradi, bandasiga emas bu narsa. Agar donat bilan qirol bo'lish iloji bo'lganda, Avezov qirol bo'lgan bo'lardi. Jasur ko'cha qirol bo'lgan bo'lardi. Nimaga ularni efirda 25 mingta odam o'tirmaydi? Nima uchun? Xalqi majburlab kirgiza olmaysan, 25 mingta xalqi majburlab kirgiza olmaysan bir efiriga. Lekin bitta donatorni kirgizib qo'yib 10 million podarka urdirsa bo'ladi. Bu gap deydi, qanaqa ma'no borligini bilgan biladi, bilmagan bilmaydi. Men o'zim Sardorni videolarini yasardim oldin. Judo 73 kilogramm degan profilim bo'lardi. Balki kimdir esida, kimdir ko'rgandir. Men oldindan kuzataman demoqchiman bu bolani. Bu basharasiga millionlar yegan bola bu. Buni sochini ol, qoshini qir, soqolini qir, lekin buni sindirish to'g'ri tushun sanlagan emas. To'g'ri tushuninglar.